Assalomu alaykum o'rtoqlar. Xudo xolasa men bitta niyat qildim. Yaxshi niyatda bitta yo'l boshladim. Allohdan gunohlarni, hamma butun dunyodagi o'zbeklarning hammasini gunohlarini yuvish uchun Allohdan kechirim so'ragan niyatda men ham shu bitta niyat qildim. Shu Makka va Madinaga peshkom yo'lga chiqmoqchiman. Shu Allohdan har bitta inson uchun, butun O'zbekistondagi insonlar uchun hamma qilgan gunohlarini yuvish uchun Allohdan so'rayib, o'zimni ham shularning qatorida gunohimni yuvish uchun, savol javobim yengil bo'lishi uchun Allohdan so'ragan holda yo'lga chiqmoqchiman. Ozgina muammo bo'lyapti. Yo'lga chiqishimga ozgina mayda. Agar hammanglardan Alloh rozi bo'lsin, shuni jo'natib tashlab, Xudo xolasa qo'llab yuborsanglar, ozgina ko'p emas, ozgina muammo bo'lyapti. Shu yordam qilib yuborsanglar, Alloh uchun yordam qilib yuborsanglar, Xudo xolasa Makka va Madinaga peshkom yo'lga chiqmoqchiman. Podдержка qilsanglar, hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Qo'llab-quvvatlanglar. Xudo xolasa hamma uchun so'rayman. Hammamizni gunohimizni kechirsin.